Assalomu alaykum. 2026-yilda yaxshi kayfiyatda charchoqlarni chiqarib kutib olish uchun chemodanimizni yig'ib, o'rtoqlarimiz bilan Green Hillsga yo'l oldik. To'g'rirog'i, turmush o'rtog'im va kollegalari, ularda ikkita farzandlari bor, ikkita o'g'il, bizada bitta kichkina Amina. Mashinasida ketdik. Yo'lda Ahmad jo'jaga kirib ovqatlanib oldik, chunki o'sha obed vaqti bo'lib qolgan edi. O'zi aslida 12 dan keyin yo'lga chiqqandik. Amina hozirda 10 oylik, yosh bola bo'lgani uchun unaqa injoylik qilmadi, mazza qilib yetib oldik. 1,5 soatlik yo'l edi. Biz yo'lda to'xtab ovqatlanganimiz uchun где-то 3-3,5 soatda yetib oldik. Xonani обязательно oldindan registratsiya qilgan edik va borganimizdan keyin sразу bizani chiroyli kutib olishdi va xonamizga kirdik. Xonani ozgina obzor qilib beraman sizlarga. Hammasi juda ham toza, yangi ekan. Bizga yoqqan tarafi xonaga quyosh tushib turar ekan. 2 etajli zdaniya va o'zini terrasasi bor. Chiqib mazza qilib choy-poy, kofe ichsa bo'ladi. Otelni o'zida 20 tacha xonasi bor ekan, keyin domiklari bor. Kattaroq oilalar shu domiklariga borsa va mazza bo'ladi. Resort o'zida karaoke, futbolni plashatka, keyin PlayStationlari bor ekan, lekin biz ulardan foydalanmadik. Shu odatga ko'ra xonada telefon, konditsioner, choy, kofe, suv va televizor. Biz televizor vasha ishlatmadik, chunki o'z uyda ham televizor ko'p ko'rmaymiz. Xonaga joylashib, narsalarni tashlab aylanishga chiqdik, chunki havo juda ham toza edi. Hech kim yo'q edi. Juda ham tinchlik edi. Mazza qilib aylanib keldik. Shunaqa mini plashatkasi ham bor ekan. O'rtacha hamma narsa detalni o'ylangan ekan, juda ham chiroyli, akkuratno qilingan. Ya'ni качественный materiallar ishlatilgan ekan. Mana bizdagi restoran. Biz естественно restoranga kirmadik, chunki ovqatlanib kelgandik, o'zi qornimiz ochmagan edi. Просто taking a walk qildik. Просто aylanib, ko'rib chiqdik, mazza qilib gaplashib. Ominani kolyaskasini olmadik, просто kenguruga ilib oldik. Tomosha qilib ketdi, mazza qilib, gaplanishdi. Sunsetni tomosha qildik, quyosh botishini. Juda ham chiroyli bo'ldi, to'g'risi. Miyasi zo'r odamlar o'zidan kelsa bo'ladi просто. To'g'risi, yo'q, rostdan. Turmush o'rtog'imga aytib bergandim, kelsa odamlar ko'pincha miyasi zo'r odamlar bo'ladi, chunki ular bilishadi. Nimadir boshlashsa tez o'zlashtira olishadi. Sekin o'zlashtiradigan odamlar bo'lsa tirishqoq bo'lishadi. Juda ham qattiq harakat qilishadi va natijaga erishadi. Keyin bo'lsa xonaga kirib, kiyimlarimizni almashtirib, o'shan qilishga o'rtoqlarimiz bilan chiqdik. Ular orada 2,5 soat uxlab olishibdi. Biz просто aylanishga chiqqan edik. Amina hali ham uxlab qolmadi, yuribdi biz bilan. O'shan qilishdan oldin archa ko'rishga borishga qaror qildik. O'tda Qorboboni uyi qilib, rojdeственская atmosfera qilib, shunaqa chiroyli qilib bezatib qo'yishgan ekan. O'tgan yili ham shunaqa chiroyli qilib bezatib qo'yib, o'tda party bo'lgan ekan. Ya'ni odamlarni chaqirib, qorbobolar chaqirib, fotosessiyalar qilib, shunaqa festivallar, konsertlar bo'lgan ekan o'tgan yili. Bu yil biz просто voqliroq chiqibmiz. Bizga aytishdiki, 28-29 dan boshlanadi deb. Biz просто o'tga voqliroq chiqqanimiz uchun biz uni ko'ra olmadik. Atak odam yo'qligida ham qiziq bo'ldi. Lekin biz ko'p qolmadik, chunki juda ham shamol bo'lgan ekan. Amina shamollab qolmasin deb qo'rqdik-da, bitta birov ko'rib orqaga qaytdik. Qor ko'p yog'maganiga qaramasdan juda ham sovuq bo'lgani uchun yo'llar muzlamaydi. O'shaning uchun bizani mana shunaqa mashinada olib kelib qo'yishdi. Keyin restoranga kirib o'shan qildik. Не чужие люди degan o'yinimiz bor edi. O'tda savol-javob, hamma bitta-bittadan karta oladi va savollarga javob beradi. O'shanaqa o'yin o'ynadik. Amina nihoyat uxlab qoldi. Mazza qilib o'shan qilib 1,5-2 soatcha o'rtoqlarimiz bilan o'ynadik. Keyin tashqariga chiqqandan keyin mana shunaqa balonda uchirishdi bolalarniki. Просто dam olish, uydan uzoqda bo'lish, hech narsa tayyorlamaslik, faqat turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz va o'rtoqlaringiz bilan vaqt o'tkazsa shunaqangi dam beradi. Обязательно sizlar ham chiqishinglarni xohlayman va tilab qolaman. Shunaqa sharoit bo'lsa, albatta chiqinglar. Tog'gami, qayergadir dam olishgami farqi yo'q. Ertasi kuni 8 dan tayyorlanib chiqdik. O'rtoqlarimiz bilan ko'rishib, sovg'amiz bor edi, kitob ularga sovg'ani berib, keyin завтракка yo'l oldik. Resortda bizdan boshqa faqatgina bitta oila bor edi, o'shaning uchun shvedskiy stol emas, mana shunaqa stolni o'ziga restoranda joy qilib qo'yishgan ekan. Завтракка qilib, kiyimlarimizni olib uyga yo'l oldik. Tog'ni qorli havosidan to'yib nafas olib, mashinaga o'tirib, yo'lda kanatkaga chiqishga qaror qildik.
Kanatga o'ti bilasizlar, Amirsoyda bor, и Chinorkentda bor. Biz Chinorkentga bordik, chunki o'tkaylar Amirsoyga chiqqandik. Kanat narxi yosh bolalarga 50 mingdan, kattalarga esa 100 mingdan ekan. To'g'risi bizga Chinorkent juda ham yoqdi. Amirsoydan ham zo'r ekan, chunki yaqinda remontdan chiqibdi. Qiladigan narsalar ko'p o'tdi. Ya'ni shu Santa Clausda uyi bor ekan, rasmga tushadigan fotozonalari bor. Keyin men bu tepalikdan tushaman desa bolachalarga balonlar qo'yib qo'yishgan. Xullas, biz polностью aylanolmadik, chunki o'tda juda ham shamol kuchli edi. Omina shamollab qolmasin deb ko'p aylanolmadik. Hattoki детский площадкалari ham bor ekan. Biz ko'p aylanmadik. Shu aytganimdek, ichkariga kirib, ovqat zakaz qilib turdik, obedlanib oldik. Restoranga kirmoqchi bo'lsangiz, bitta narsani inobatga oling, shahardan ko'ra narxlari qimmatroq ekan. Toshkentda ham xuddi shu restoran bor-ku, lekin o'ta qimmatroq narxlar. Shunaqa qilib 2 kunga Green Hillsga qilgan sayohatimiz tugadi. Keyingi videoda Hyatt Regency Toshkentda joylashgan mehmonxonaga sayohatimiz haqida video qo'yaman. O'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.